Bugungi kunda yurtimizda IT industriyasi jadal rivojlanmoqda. So'nggi yillarda bu sohada davlat miqyosida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 1 million dasturchi loyihasi hamda yaqinda boshlangan 1 million sun'iy intellekt yetakchisini tayyorlash tashabbusi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Samarqand davlat universiteti ham ushbu islohotlarga faol tarzda javob berib, IT sohasining yetakchi o'quv markazlaridan biriga aylanib bormoqda. Bizning IT markazimizda 1000 dan ortiq talabalar ushbu loyihalarda faol ishtirok etib, dasturlash va sun'iy intellekt yo'nalishlarida bilim va ko'nikmalarni mustahkamlab bormoqda va sertifikatlar olib kelmoqda. Yaqinda markazimizda talabalar uchun yanada qulay sharoit yaratish maqsadida samcoding.sampc.uz nomli yangi o'quv platformasini ishga tushirdik. Bu tizim orqali talabalar mustaqil ro'yxatdan o'tib, o'z bilim darajasiga mos vazifalarni yechish, kodlarini tekshirish va natijalarni onlayn kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eng asosiysi, bu platforma orqali ular o'z algoritmik fikrlash salohiyatini yanada rivojlantiradi. Shuningdek, ushbu platforma informatika bo'yicha turli onlayn olimpiadalarni tashkil etish imkoniyatini ham yaratadi. Shu bois biz barcha hamkor tashkilotlarni va ta'lim muassasalarini ushbu loyiha doirasida hamkorlikka chorlab qolamiz.